Odil Ahmedov oqqon kasalligiga chalingan bemor yigitning tuzalib ketishiga sababchi bo'lgani haqidagi hikoyam meni juda ham ta'sirlantirdi. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Bilasiz, Otabek Mahkamov turli davlatlarda o'z kitobini auksionga qo'yib, uni sotadi va sotuvdan tushgan pullarning barchasini esa oqqon kasalligiga chalingan bemorlarga yo'naltiradi. Yaqinda Amerikada ana shunday xayriya tadbiri bo'lib o'tdi va o'sha yerda Odil Ahmedov Otabek Mahkamovning kitobini naqd $3000 ga sotib oldi. Ushbu tadbirda vatandoshlarimiz tomonidan 50,000 AQSh dollari jamg'arildi va bu pullarning hammasi O'zbekistondagi bemorlarga yo'naltiriladigan bo'ldi. Ushbu tadbirda Odil Ahmedov bu kabi xayriya ishlarni ommaga ko'rsatib qilishni yoqtirmasligini aytib, bir voqeani eslab o'tdi. Bir kuni Shanxayda o'ynab yuraman. Menga bitta qiz yozdi. "Ukam, siz muxlisingiz, hech narsangiz kerak emas, faqat o'zingiz kelsangiz bo'ldi. Oqqon kasalligi bilan kasallanib yotibdi. Doktorlar aytishdi, baribir olamdan o'tadi, bir haftadan keyin deyishdi." Men O'zbekistonga bordim. Endi u bola bilan gaplashdik, motivatsiya berdim. Endi kerakli yordamini ham berdim. Endi ketdim. Oradan 1 yil o'tgandan keyin haligi opasi yozdi. Endi bir qancha qilib yozdi, o'qisam endi boshladi, haligi siz o'shanda ukam ahvoli og'ir edi, kelgandingiz dedi, yuragim shuv edi. Endi bir qancha qilib yozgan, oxirida qarasam, o'sha kelganingizdan keyin ukam motivatsiya olib, shu kasallikni yengib, hozir soppa sog' bo'lib ketdi dedi.